Ilovadan ro'yxatdan o'tish uchun telefon raqamimizni kiritamiz. Xo'p, bu yerda ro'yxatdan o'ting degan joy chiqdi, chunki bu raqam bilan oldin ro'yxatdan o'tmaganman. Registratsiya tugmasini bosaman. Xo'p, ism kiritamiz bu joyga. Va pastga parol o'ylab topamiz. Xohlagan parolingizni qo'yishingiz mumkin. Misol uchun men 1 dan 6 gacha parol qo'ydim. Pastga ham o'sha yuqoridagini takrorlab qo'yishimiz kerak. 1 dan 6 gacha. Va pastda mana bu galchkani bosib qo'yishimiz kerak. Shartlarga rozilik bildiramiz shunda. Xo'p, registratsiya tugmasini bosamiz. Va shu telefon raqamimizga kod keladi. Mana 5226. 5226. Ilovani o'rnatib olganimizdan keyin asosiy bo'limni ko'rishimiz mumkin. Bu bo'limga keyinchalik o'tamiz. Hozir hamkorlar bo'limini tushuntirib beraman. Hamkorlar bo'limida nima qilishimiz mumkin? Misol tariqasida sizda magazin bor. Siz unda qarz daftarni yurgizasiz. Xo'p, endi shu qarz daftar sizga kerak emas. Shu daftarni endi ilovaga ko'chiramiz. Endi daftar yo'qolib qolishi mumkin, yonib ketishi mumkin, lekin bu ilovada siz ma'lumotlaringizni hech qachon yo'qotmaysiz. Misol uchun telefoningizni yo'qotib qo'ygan taqdiringizda ham siz boshqa telefondan ilovani o'rnatib ma'lumotlaringizni yana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, hamkorlar bo'limida mana bu pastda o'ng tarafda qora tugma bor, plus tugmasi. Mana shuni bosamiz. Misol uchun Alisher sizdan 100 ming so'mlik mahsulot sotib oldi. Siz Alisherni qo'shishingiz kerak qarz daftaringizga. Birinchi bo'lib o'sha Alisherni yaratib olamiz. Tepada Alisherda rasmni yuklashingiz mumkin. Rasm plusda bosadigan bo'lsak, kamera galereya chiqadi. Kamerani bosib turib, misol Alisherda o'zi yoningizda bo'lsa, rasmga olib shu yerga joylab qo'yishingiz mumkin. Xo'p, bu yerga demak hamkor ismini yozamiz, Alisher. Xo'p, telefon raqamini yozamiz. Misol uchun shu raqamni yozdim. Agar ikkinchi telefon raqami bo'lsa, ikkinchi telefon raqamini yozishingiz mumkin. Asosiy valyutani kiritamiz. Xo'p, misol uchun Alisher bilan siz qaysi valyutada oldi-berdi qilyapsiz? So'mdami, dollardami? Xo'p, so'm bo'ladigan bo'lsa, tepadagini tanlaysiz. Xo'p, saqlashni bosasiz. Mana sizda Alisher degan qarzdor yaratildi, lekin siz hali bunga qarzdorlik qo'shganingiz yo'q. Qanday qilib qo'shamiz qarzdorlikni? Alisherning ustiga bosamiz. Bu yerda chiqim degan tugma bor, pastda qizil turibdi. Qolgan joylardan tushuntirib beraman. Hozir birinchi chiqim qilib olaylik, ya'ni qarzdorlikni qo'shib olaylik. Xo'p, bu yerda birinchi chiqim degan tugmani bosamiz. Xo'p, bu joyga demak o'sha qarzdorlik summasini kiritamiz, miqdorini. Misol uchun 100 ming so'm qarzdorlik kirityapmiz. Misol uchun adashib 100 ming so'm emas, 90 ming so'm kiritib yubordik-da. 90 ming so'm. Sanani kirityapmiz. Misol uchun 3-mart kuni beraman dedi. Okeyni bosamiz. Xo'p, izohga xohlagan ixtiyoriy narsani yozishingiz mumkin, yozmasangiz ham bo'laveradi. Boshda so'mni tanlaganingiz uchun bu yerda boshqa valyutani tanlay olmaysiz. Qarzdorni rasmga olib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Mana buni bosasiz, kamerani bosib turib rasmga olib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, chiqim qo'shishni bosamiz. Mana, demak, adashib men hozir 100 ming so'm olgan, lekin men 90 ming so'm kiritib yubordim. Adashib kiritib yubordimda, endi nima qilaman? Endi chiqim degan tugmani bosaman-da, buni bekor qilaman. Mana bekor qilish degan tugma bor. Bekor qilishni bosaman. Sababi nima? Sababi xato deb yozaman-da, tasdiqlashni bosaman. Endi qaytaman-da, boshqatdan chiqim qilamiz. Xo'p, 100 ming so'mni kiritaman. 100 ming so'm. Demak, xato qilsa qanday qilib bekor qilishni ko'rsatib qo'ydim. Endi to'g'ri kiritamiz. Xo'p, 100 ming so'm sanasi 3-mart kuni beradi. Rasmlari bo'lsa, rasmlarni kiritamiz. Chiqim qo'shishni bosamiz. Demak, Alisher sizdan 100 ming so'm qarz bo'ldi. Qarzdorlikni qo'shganimizdan keyin u odamga avtomatik SMS yuboriladi. Mana SMS ko'rsatadigan bo'lsam, hurmatli Alisher, sizga 100 ming so'm qarz berildi. Qaytarish sanasi 2026-03 ekan. Demak, beruvchi Umidjon, ya'ni o'sha siz telefon raqamingizdan
yoziladi bu joyga. Demak, mana shu ko'rinishda SMS yuboriladi unga avtomatik. Chiqimni qo'shib oldik. Endi mana shu hisob-kitob bo'limida to'liq tushuntirib beraman. Nimalar qilishingiz mumkin bu bo'limda. Tak. Tepada tahrirlashingiz mumkin. Mana bu qalamchani ustiga bosadigan bo'lsak, ya'ni Alisherda siz rasmini o'zgartirsangiz bo'ladi, ismini o'zgartirsangiz bo'ladi, misol uchun xato qilib qo'ygan bo'lsangizda, yoki telefon raqamini o'zgartirsangiz bo'ladi, yoki yangi telefon raqami olgan bo'lsa, uni qo'shishingiz mumkin bo'ladi. U bilan endi so'mda emas, dollarda oldi berdi qiladigan bo'lsangiz, dollarda belgilab qo'yishingiz bo'ladi. Va saqlashni bosib chiqib ketasiz bu joydan. Yoki bu Alisherda siz o'chirib tashlashingiz mumkin bo'ladi. Xana bossam hozir o'chadi, yo'qni bossamiz, qaytamiz orqaga. Xo'p, bu yerda hisobot degan bo'lim bor. Hisobot degan bo'limda mana shu Alisher bilan o'rtalarindagi hisobot ko'rsatiladi. Ya'ni sizdan Alisher 100 ming so'm qarz bo'lib turibdi hozir. Mana 100 ming so'm qarz. Tepada mana jami kirim bor, jami chiqim bor. Demak, hali sizga jami kirim 0 turibdi, pul bergan yo'q u hali. Jami chiqim 100 ming so'm. Ya'ni 100 ming so'm olgan, hali pul bergan yo'q. Hop, demak, pastda qarzlar ro'yxati bor. Muddati o'tgan qarz 0, bugungi qarz 0 turibdi, ya'ni muddati o'tgan yo'q hali. Bugun bermaydi. Bu 3 kundan keyin beradi, ya'ni yaqinlashmoqda turibdi bitta. Ustiga bitta bosadigan bo'lsak, demak, Alisher 3 kun qoldi 100 ming so'm qarzini berishga deb turibdi. Demak, qachon qo'shgansiz? Bugun qo'shgansiz buni. Ustiga bitta bosadigan bo'lsak, 100 ming so'm minus turibdi. Hamkor ismi Alisher, yaratilgan sanasi 28-fevralda yaratilyapti. Bugun xo'p, telefon raqami chiqyapti, yaqinlashmoqda sanasi, holati demak kutilmoqda. Hali bergani yo'q, 3 kun qoldi. Shu ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, buni yopamiz. Xo'p, orqaga qaytamiz. Pastda oylik statistikasini ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, pastda keyin shu qarzdor bilan balans dinamikasini ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, oxirgi demak operatsiyalar ko'rsak bo'ladi. Agar siz dollarda ish qilgan bo'lsangiz, mana bu o'ng tarafda mana dollarga o'tdim. Hozir dollarda hech qanday oldi berdingiz yo'q Alisher bilan. Shuning uchun biz so'mga o'tib olamiz. Xo'p, qaytamiz, bu bo'limdan chiqamiz. Misol uchun Alisher keldida 30 ming so'm berib ketyapti. Qarzim bor edi, mana shu 30 mingni olib turing. Qolganini mana 3-mart kuni beraman deb yana 30 ming so'm bizga berib ketyapti. Endi o'sha 30 ming so'mni biz mana shu yerga kirim qilib qo'yishimiz kerak. Kirim qilish uchun demak kirim degan yashil tugmani bosamiz va 30 ming so'mni kiritamiz. 30 ming so'm izoh, misol uchun farqi yo'q, izohlarga kiritamiz, rasmga olamiz, xohlasak kirim qo'shishni bosamiz va kirim qilindi 30 ming so'm va pastda qaradigan bo'lsak, qoldiq minus 70 ming so'm bo'lib qoldi. Ya'ni shu Alisherda bizdan 70 ming so'm qarzi qoldi va 30 ming so'm bizga bergani uchun unga avtomatik SMS yuboriladi. Mana SMS: "Hurmatli Alisher, sizdan 30 ming so'm miqdoridagi to'lov qabul qilindi. Qabul qiluvchi Umidjon." Bu yerda eng pastda kirim chiqim tarixlari bor. Shuni bosamiz. Bu joyda hisob-kitob tarixlari, ya'ni shu Alisher bilan qanaqa oldi berdi qilgansiz. 100 ming so'm birinchi boshda qarz olgan, keyin 30 ming so'm beryapti. Qaysi sanada bergani ustiga bosib, mana batafsil ko'rsangiz bo'ladi. Qaysi sanada bergani, qaysi valyutada bergani ham bor. Siz yoki qidirishingiz mumkin bo'ladi mana bu yerdan, yoki filtr bor, mana o'ng tarafdan filtrlashingiz mumkin. Sanani bersangiz bo'ladi. Misol uchun aytaylik, 26 dan 27 gacha bosamizsa, qo'llashni bitta bossak, demak bu sanada ma'lumot topilmadi. Xo'p, mana bu ikkisini bosamiz, filtrda o'chiramiz. Yoki faqat kirim bo'yicha filtrlashingiz mumkin. Kirimni bosamiz, qo'llashni bitta bossak, faqat kirim chiqadi. Yoki faqat chiqim bo'yicha qo'llashni bosamiz, faqat chiqim chiqarib beradi. Xo'p, bekor qilingan tranzaksiyalarni ko'radigan bo'lsak, faqat bekor qilingan tranzaksiyalarni chiqarib beradi. Tozalashni bosamiz, qo'llashni bosamiz, chiqib ketamiz bu joydan. O'ng taraf eng tepa burchakda demak mana bu nastroykan belgisi turibdi, ya'ni sozlamalar bo'limi bor. Xo'p, shu joyga kiramiz.
Bu joyda SMS sozlamalari mavjud. Xabarnoma holati, ya'ni bu hozir avtomatik yoqilgan, ya'ni bunga avtomatik SMS yuboriladi. Qachon yuborilyapti? Demak, pastda o'qiydigan bo'lsak, to'lov muddatidan necha kun oldin xabar yuborish boshlansin degan joyda bir turibdi. Demak, to'lov qilishdan bir kun oldin unga xabar yuboriladi. Qarzingizni to'lab qo'ying degan xabar yuboriladi. Xo'p, yoki 5 kun oldin qo'ysak bo'ladi buni. Yana boshqachasi, bu yerda to'lov muddati o'tgandan keyin necha kungacha yuborilsin. Ya'ni misol uchun to'lov muddati o'tib ketdi. O'tib ketgandan keyin necha kun ichida har kuni SMS yuborsin. Buni misol 5 kun qilib qo'ysak bo'ladi. Har kuni SMS yuboraveradi. Xo'p, muddat kuni yuborish. Ya'ni bu joyda muddat kuni yuborish, to'lov muddati kelgan kuni SMS yuboriladi. Buni o'chirib qo'ysangiz bo'ladi, yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Yuborish vaqti har kuni soat 10 da avtomatik yuboriladi. Buni o'zgartirish mumkin emas. Xo'p, demak, saqlashni bosib chiqib ketamiz bu joydan. Endi misol uchun boshqa qarzdor ham qo'shishimiz mumkin. Aytaylik, yana boshqa qarzdor qo'shish uchun yana yangi hamkor qo'shishga bosib, rasmni kiritib, misol uchun Jasur degan odam bizdan qarz olyapti, telefon raqamlarini kirityapmiz. U misol so'mda bizdan demak mahsulot sotib oldi, qarzga sotib olyapti. Shuni kiritmoqchiman. Jasurni birinchi qo'shib olaman. Qo'shdim va ustiga bosaman. Xo'p, chiqimni bosaman. Demak, 200 ming so'mlik mahsulot sotib oldi qarzga. Aytaylik, bu bugun bermoqchi. Bugun abitdan keyin tashlab ketaman deb bizdan mahsulot sotib olyapti. Xo'p, okey deb bosyapman-da. Rasmlar kirityapman, izoh kiritaman-da. Xo'p, chiqim qo'shish. Bitta bosaman. Chiqim qo'shildi 200 ming so'm. Xo'p, hisobotga o'taman. Hisobotda demak 200 ming so'm turibdi. Qarzlar ro'yxati, demak bugun beriladigan qarzlar ro'yxatiga kiradigan bo'lsa, mana bir turibdi. Ustiga bitta bossam, mana bugun qaytarilishi kerak yozib qo'ygan. Ustiga bitta bossak, mana pastda podrobniy turibdi. Mana telefon raqamida, mana telefon raqamiga avtomatik yuborishdan tashqari o'zingiz ham SMS yuborsangiz bo'ladi. Buning uchun mana bu joyda o'ng tarafda SMS belgisi bor. Shuni ustiga bitta bossak, mana hurmatli Jasur, sizning 200 ming so'm miqdoridagi qarzdorligingiz 28 fevral kuni sanasigacha qaytarishingizni eslatib o'tamiz. Hamkorlik uchun rahmat degan SMSni siz o'zingiz yuborishingiz mumkin. Avtomatik emas, o'zingiz yuborishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, qaytamiz orqaga. Xohlasangiz mana shudan telefon qilishingiz ham mumkin bo'ladi. Mana ustiga bitta bosdim, pozvonitni bitta bosam, o'zi telefon qiladi shu nomerga. Qaytamiz orqaga. Misol uchun o'sha Jasur keldida, abitdan keyin pulini berib ketyapti. Kirim qilyapmiz. 200 ming so'm kirim qilaman. Rasmga oldim, o'sha bergan pulini kirim qo'shdi. Bitta bosaman. 200 ming so'm qarzdorligini to'ladi. Demak, qoldiq 0 turibdi. U bilan oldi berdilar, demak 0. Hozir hisobotga bitta kiradigan bo'lsa, mana joriy balans 0 turibdi. U sizdan qarzdor emas, 0 turibdi. Chiqamiz orqaga. Mana chiqsak, mana bu joy ham 0 turibdi. Demak, qarzi qolmadi bu odamning. Bu joyda Jasur turaveradi. Misol uchun ertaga kirib yana qarz olishi mumkin. Shuning uchun bu joyda yana Jasur deb qidirib turib, yana qarz oladigan bo'lsa, chiqim qilib yana qarzini qarzdorlik qo'shishimiz mumkin bo'ladi bunga. Bu joyda ham misol filtrlar bor. Sana bo'yicha filtr bor. Filtrni qo'llashni bitta bossak, mana demakki 25 dan 27 gacha yo'q ekan. Tozalashni bitta bosamiz. Haqdorni tanlaydigan bo'lsak, filtr haqdorlar demak yo'q. Tozalaymiz. Qarzdorlarni bosamiz. Filtr qo'llashni bitta bosadigan bo'lsak, bitta Alisherda o'zi bor ekan xolos. Qarzdorlar. Shunaqa qilib filtrlab olsak bo'ladi. Yoki mas'ul tartiblash bor. Misol uchun pastda haqdorlar tepada turadi. Mana qarzdorlar pastda turadi deb turib, mana bunday qilib filtrlab qo'ysak bo'ladi. Xo'p, chiqamiz bu joydan. Mana qarzdorlar o'chiramiz filtrda.
Xo'p, endi sizda yana magazinda qanaqa holat bo'ladi? Misol uchun firma keladida, aytaylik, Orbit degan firma bor. O'sha Orbit sizga orbitlarni tashlab ketadi va 3 kundan keyin misol pulni berishingiz kerak o'sha Orbitga. Xo'p, bu holatda sizga kirim bo'ladi. Sizni magaziningizga misol aytaylik 500 ming so'mlik Orbit tashlab ketyapti. Shunda sizni magaziningizga 500 ming so'm kirim bo'lyapti. Bu joyda birinchi bo'lib o'sha firmani qo'shib olamiz. Aytaylik, mana Orbit telefon raqamlarini kiritamiz. Xo'p, valyutani kiritamiz, saqlashni bosamiz. Xo'p, mana Orbit qo'shildi. Xo'p, endi Orbit ustiga bosib turib kirim qilamiz. Nimaga kirim qilyapmiz? Chunki Orbitni bizga tashlab ketyapti. Biz unga pul berib olmayapmiz. Pul berganimiz yo'q. Sirazu 3 kundan keyin berishimiz kerak pulni. Xo'p, 3 kun yoki 4 kundan keyin berishimiz kerak deb o'zlari aytadi firmadagilar. Kirim qilishni bitta bosamizda 500 ming so'mlik Orbitni olib qoldik, rasmga oldik. Kirim qo'shishni bitta bosdik. Demak, 500 ming so'mlik kirim qilindi. Mana 500 ming so'mlik. Demak, hisobotga bitta o'tadigan bo'lsak, 500 ming so'mlik jami kirim turibdimi joriy balansimiz? Misol uchun ertaga o'sha firma kelib turib, aka, pul bo'lib qoldimi? 200 ming bo'lsa ham berib turing deyishi mumkin. Shu holatda siz kassangizdan 200 ming berib yuboryapsiz, shuning uchun chiqim qilasiz. Chiqimda 200 ming yozasizda, sanani yozasiz. 28 shuni berib yuboryapsiz-da. Xo'p, rasmga olyapsiz, chiqim qo'shishni bitta bosyapsiz. Demak, 300 ming so'm qoldi. O'rtalariga oldi berdi, demak 300 ming so'm qolyapti. Asosiy bo'limga o'tadigan bo'lsak, bu joyda demak 3 ta hamkorimiz bor. Muddat o'tgani yo'q. Bugun 200 ming so'm berib yuboribmiz Orbitga. Hop, yaqinlashmoqda. Demak, Alisher 3 kun qopti qarzini berishiga. Demak, mana telefon qilishimiz mumkin yoki SMS yuborishimiz mumkin. Demak, bu joyda agar dollarda hisob-kitob qilgan bo'lsangiz, dollarga o'tib turib ko'rsangiz bo'ladi. Demak, asosiy bo'limda mana shu qulayliklari bor. Xo'p, demak, hamkorlarni biz o'chirib tashlashimiz ham mumkin. Misol aytaylik, bizga javsur kerak emas, o'chirib yuboramiz buni. Bu bilan endi oldi-berdi qilmaymiz, o'chirib yuboramiz. Buni o'chirish uchun kiramiz ichiga, kirib turib, o'chirish tugmasini bosamiz. Hani bosaman. Xo'p, mana hozir qizil bo'lib qoldi. Endi buni qayta tiklashimiz ham mumkin. Mana bu tiklashni ustiga bitta bossak, mana hamkor qayta tiklamoqchimisiz? Hani bossangiz yana tiklanadi. Yoki butunlay o'chirib olmoqchisiz. Butunlay o'chirish uchun yana o'chirish tugmasini bosasiz, hani bosasiz. Mana jasur, demak butunlay siz hamkorligingizdan o'chib ketdi. Tepada hamkorlar demak hamkorlar hisobotida demak kirimni ko'rsangiz bo'ladi, qoldiqni ko'rsangiz bo'ladi, chiqimni ko'rsangiz bo'ladi, hamkorlaringizni ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, operatsiyalar ko'rsangiz bo'ladi. Misol sizga demak kirim bo'lganlarini, chiqim bo'lganlarini ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, qarzdorlarni ko'rsangiz bo'ladi. Mana 70 ming so'm qarzdor. Xo'p, haqdorlarni ko'rsangiz bo'ladi. Demak, 300 ming so'm mana shu Orbit sizdan haqdor bo'lib turibdi. Shuni ko'rsangiz bo'ladi. Qarz muddatlari hisoboti degan joy bor. Muddat o'tgan qarzlar, bugungi demak qarzlar, yaqinlashmoqda degan qarzlar. Demak, mana shunday qarz daftarida yuritishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, men qarz daftar misolida tushuntirib berdim. Siz uni o'zingiz biznesingizga moslashingiz mumkin bo'ladi.